Sevgi iztirobi serialida birga suratga tushgan, bir-birini jon qadar sevgan oshiqlarni gavdalantirgan Neslihan Atagul va Burak O'zchivit o'rtasidagi munosabatlar har doim og'ir bo'lgan. Ammo keyin haqiqiy ziddiyatga aylandi. Suratga olish guruhining barcha a'zolari ulardan birining yonini olib, mojaroda faol qatnashishga majbur bo'ldi. Neslihan va Burak o'smirlik chog'idayoq professional aktyorlik va modellik biznesi sevimli ishi ekanini angladi. Neslihan 24 yoshgacha 9 ta filmda suratga tushishga ulgurdi. Buning ustiga rejissyorlar unga asosiy rollarni taklif qilishardi. Burak esa Muhtasham 100 yil serialida suratga tushgandan so'ng mashhur bo'ldi. Ammo uning hisobidagi kartinalar soni 10 dan oshadi. Neslihan ham Burak ham o'z sohasida ko'zga ko'rinarli muvaffaqiyatlarga erishgan. 2 yoshning ham yetarlicha muxlis va muxlisalari bor. Ular esa sevimli yulduzning hayotini faol kuzatishadi. Shuning uchun ommaviy axborot vositalarida sevimli yulduzlar bir-biri bilan umuman chiqisha olmasligi haqidagi xabarlar paydo bo'lganda muxlislar juda xafa bo'lishdi. Ikkala aktyorga ham turk kinematografiyasida talab kuchli. Har biriga doimiy ravishda yangi rolik va kinokartinalarda suratga tushish taklifi tushib turadi. Muxlislar esa sabrsizlik bilan sevimli aktyorlarining yangi ishini kutishadi. Burak va Neslihan suratga tushgan Sevgi iztirobi Qara sevda seriali darrov tomoshabinlar qalbini zabt etib, mashhur aktyorlarga bo'lgan qiziqishni yanada kuchaytirdi. Serialda bosh va ikkinchi darajali rollarni o'ynagan aktyorlarga ko'proq e'tibor bera boshlashdi. Muxlislar serial qahramonlarining munosabatlarini kuzatib borisharkan, hayotda ham aktyorlarning o'rtasida shunday muhabbat bo'lishini orzu qilishardi. Buning natijasida ommaviy axborot vositalarida Burak O'zchivitning Neslihan Atagulga oshiq ekanligi haqida xabarlar chiqib turdi. Aslida esa bunday emasdi. Ikkalasining ham yuragi band edi. Shu bois sevgi haqida gap bo'lishi mumkin emasdi. Neslihan va Burakning munosabatlari turlicha rivojlandi. Turk yulduzlari yaxshi do'st edi, keyin oilaviy do'st bo'lishga urinishdi. Bunga erishishdi ham. Biroq Neslihan sevgilisi bilan urushib qolgandan so'ng do'stona munosabatlar barham topibgina qolmay, kuchli adovatga aylandi. 2015-yilda Neslihan Atagul va Burak O'zchivitning ishqiy munosabati hamma joyda muhokama qilinardi. Yoshlar ekranda sevishganlarni gavdalantirgani bois ularni darrov hayotda ham oshiq-ma'shuqaga chiqarishdi. Shunday bo'lsa-da, mashhurlar bir-biriga hech qanday muhabbatni tuymasdi. Serialda ko'rsatishlari kerak bo'lgan qahramonlarning muhabbati esa hayotda bahs va mojarolarga sabab bo'ldi. Neslihan va Burakning o'zaro til topisha olmayotgani serialni suratga olish ishlari boshlangandan so'ng 1-2 oy o'tib ma'lum bo'ldi. Navbatdagi sahnalardan birida Burakning Neslihandan ehtirosli bo'lsa olgani aktrisaning qallig'i Qodir Dug'uluning qattiq g'azabiga sabab bo'ldi. Aktyor uzr so'radi. Suratga olish guruhining hamma a'zolari mojaro bitdi deb o'ylasa-da, Dug'ulu uzrni qabul qilmadi. Mishmishlarga qaraganda u Neslihanga Burak bilan ishdan tashqari har qanday munosabatni yig'ishtirishni buyurgan. Neslihan Atagul va Burak O'zchivitning munosabatlari yaxshi emasligini aktrisaning to'yiga taklif etilmagani ham tasdiqladi. 2017-yilda xuddi shunday vaziyat takrorlandi. Atagul va uning eri O'zchivit va Fahriya Evjenning to'yiga qabul qilingan mehmonlar orasida bo'lmadi. Ayni paytda Atagul va O'zchivit bir-biri bilan gaplashmaydi deyishadi. Iliq munosabatlar suratga olish maydonchasida tugagan emish. 2015-yilning oxirida tarmoqda qiziq intervyu paydo bo'ldi. Unda Atagul ham O'zchivit ham qatnashgan. Burak O'zchivit va Neslihan Atagul Sevgi iztirobi seriali haqida faqat ijobiy fikr bildirib, butun suratga olish guruhining samarali hamkorligini ta'kidlashdi. O'rtalarida yuzaga kelgan ziddiyatlar haqida umuman og'iz ochishmadi. Ehtimol bu ziddiyatlar aslida bo'lmagandir.